Andijon shahrida radar kameralarini tosh bilan urib sindirganini aytgan haydovchining murojaati tarqaldi. U shahar markaziy ko'chalaridagi jami 52 ta kamerani ishdan chiqargan, yetkazilgan zarar miqdori esa milliard so'mdan oshiqqa baholangan. U umrida buncha pulni ushlab ko'rmaganini aytib, xalqdan xayriya qilishni so'ragan. U qanday qilib to'sqinlikka uchramasdan buncha kameraga zarar yetkazgani savol ostida qolayotgandi. Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi Kun.uzga izohida bu holat chindan ro'y berganini tasdiqladi va huquqbuzar bu ishni pnevmatik miltiq orqali amalga oshirganini ma'lum qildi. Holat yuzasidan Andijon shahar Ichki ishlar bo'limi tergov bo'limi tomonidan ushbu fuqaroga nisbatan Jinoyat kodeksining 173-moddasi 2-qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilyapti.